Qonun hamma uchun barobarmi? Namangan viloyati kadastr agentligining bahsli qarori. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi bir nechta fuqaro Namangan viloyati kadastr agentligi tomonidan fuqarolik sudiga berildi. Sababi, ular daryo bo'yiga noqonuniy bino va inshootlar qurib olgan ekan. Qonun buzilganmi? Ha, ammo bu holatni nega kadastr agentligi 30 yoki 15, ana boring 5 yil avval ko'rmagan? Yana bir mulohaza. Bu kabi noqonuniy qurilishlarni bu yerda faqat shu 5-6 nafar fuqaro amalga oshirgan xolosmi? Nega ayni joyda boshqa tadbirkorlar ham shunday noqonuniy qurilishlar qilgan bo'lsa-da, ularning ishi sudgacha yetib bormayapti? Agar qonun buzilgan bo'lsa, u barchaga teng tatbiq etilishi kerak emasmi? Qurilish ishlarini amalga oshirgan tadbirkorlardan ba'zilari hozircha javobgarlikka tortilmagan. Ularning ba'zilari mahalliy mansabdorlar bilan yaqin munosabatda ekani haqida mish-mishlar yuribdi. Kadastr agentligi tomonidan sudga berilgan da'vo arizasida o'zboshimchalik bilan qurilgan inshootni bartaraf etish, buzib tashlash so'ralgan. Arizaga ilova qilingan hujjatlar orasida ma'muriy jarima to'g'risidagi qaror ham borligi ko'rsatilgan. Vaholanki kadastr agentligi To'raqo'rg'on tumani bo'lim mutaxassisi bergan xatda fuqaro ma'muriy javobgarlikka tortilganligi haqida qaror qabul qilinmaganligini aytib o'tgan. To'raqo'rg'on tuman hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosari Fazliddin Mahmudovning aytishicha, daryo qirg'oqlariga damba quriladi. Buning uchun katta harsang toshlar tashlanadi. Fuqarolar esa bu ishni eplay olmaydi. Qiziq holat. Bittagina tadbirkor katta qurilishni eplay olarkan-u, bir nechta fuqarolar esa keyinchalik daromad olishi mumkin bo'lgan loyihani amalga oshira olmasmish. Hujjat bo'yicha to'xtalib o'tsak, haqiqatda bularni ijara shartnomalari bor. Vatxoz bilan qilishgan. Ijara shartnomani shunday yozganki, punktida yashil makon qilish uchun deb bergan. Bino, inshoot qurish uchun emas. Shuni hisobiga haqiqati bilan gapiryapman, to'g'ri. 15 yil bo'lgan, 10 yil bo'lgan, 20 yil bo'lgandir, 1 yil bo'lgandir, 2 yil bo'lgan. Shunaqa tartibda 5 talarniki har xilda. Masalan, bitta xo'ja otaniki bo'lgandir, 10 yil bo'lgan. Yana bir chekkaroqdagi yana bittalarniki 2 yil bo'lgan qurilish qilishgan. Endi shartnomada asosiy maqsadini ko'rsatib qo'yganki, yashil makon qilish, ya'ni daraxt, ko'chat ekishlar uchun. Va uni dam olish uchun deb bir qaror chiqmagan. Kadastrdan ro'yxatdan o'tmagan. Lekin o'zlarini dacha sifatida foydalanish uchun YTT ochishgan. Ba'zi birlarning qo'llarida bor, to'g'ri. Endi hokim bularga aytdilar deyildi taklif. To'g'ri. Men bir harakat qilaman dedilar. Sizlarga qarab dedilar, to'g'rimi? Shunaqa qilishga harakat qilyapman. Ya'ni o'sha hududni o'zingizga berishga. Lekin damba bitadi. Damba bitgandan keyin uni qurilish qilib, beton qilib emas, zamonaviy, namunaviy loyiha beramiz dedilar, to'g'rimi? Yo, noto'g'ri. Yo, shu gapni gapirdilarmi? Bular aytishgan joy, siz ko'rgan joy to'g'ri. Lekin u joy turistik zona bo'lgan. Hujjatlari, loyihalari ishlab chiqitgan. U joyi o'sha turistik zona qilamiz. Uni beradi. Uni kichik. Yo'q, u hujjati joyidan ularda. U bular aytib turgan joyida. Siz u hujjati joyida emas, to'g'ri. Lekin loyihalar bilan turistik zona qilib, homiy o'zini cho'ntagidan qilib. Bular ham o'zini cho'ntagidan qilmoqchi-yu. Bo'pti, shunga biz namunaviy loyiha beramiz. Hokimlar aytdilar, namunaviy loyiha beramiz. Voy. Bir masala mana shu yechimingni sizlarni qo'ydirib qo'ymaslik uchun harakat qilyapman deb turib xalqqa tushuntirdi fuqarolar. Bular bir yo'q, biz ishonmaymiz. Tumanni egasi, men hokimga shuncha 245 ming aholi ishini turgansiz to'rtdan. Nima qilyapti? Nima? Beyda busasanlar. Evde qurilish ketyapti-yu. Yo'q, uniki ham noqonuniy bo'lsa. Sizlar hozir sizlarnikini buzmasa, davlat dasturini Ularni ham
Fazliddin, Nimaga o'sha kuni hozir u tadbirkorni ham noqonuniy qurilgani uchun kadastr agentligi sudga berdimi? U To'g'risiga viloyat kadastr agentligi bergan. Bularda 5 ta shaxsni 6 ta shaxs bo'yicha hujjat qilgan. Shundan 3 tasini qaytaribgan, 3 tasi o'tgan, to'g'rimi? Shunaqami? Sud qaytarib o'tdi. Yo'q, hujjatni ham biz ko'rganimiz ham yo'q-da. Uni kadastr agentligi bergan, biz tomonidan bermagan. Yo'q, tushundim. Endi berib- siz ozgina anaqa xabaringiz bo'lish kerak-ku. Yo'q, xabarimiz bor. Viloyat kadastr agentligi bergan yo tumanmi? Viloyat kadastr agentligi tomonidan bergan. Sizni xabaringiz yo'q, ha? Yo'q, xabarim bor. Ha. Qanaqa ariza kiritilgan? Hujjatdan dedi. Biz kechagina ham gaplashdik. Kimiki qanaqa qasd taqiq o'tgan desa, 6 ta hujjatdan 3 tasi sudlik o'z o'rganish jarayoni. 3 tasiga отказ bergan. Ya'ni qanday xatoliklar bo'lsa, отказ bergan sud. Buni kadastr agentligi yana to'ldirib, men 3 tasini berdi. Nima uchun qonun barchaga bir xil tatbiq etilmayapti? Namangan viloyati kadastr agentligi odamlarni ajratadimi? Qonun ikki xil ishlaydimi? Namangan viloyati kadastr agentligi kimning nog'orasiga o'ynayapti? Mazkur holat yurtda adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida qanday ishlar olib borilayotgani, mahalliy idoralar faoliyatida shaffoflik qay darajada ekanini ko'rsatib turibdi. Bu masala jamoatchilik nazoratini talab etadi. Barcha tadbirkorlar va fuqarolar oldida qonun bitta bo'lishi shart. Qonun tanlovsiz, adolat asosida ishlasagina jamiyatda ishonch va barqarorlik yuzaga keladi.